Farruh aka, nimaga ishdan kech kelyapsiz? O'sha meni sizga tayyorlab qo'ygan ovqatim ham sovuq bo'ldi. Nimaga ishdan voqlik kelyapsiz? Nima sizni qiladigan ishingiz yo'qmi ko'chada? Nima ertalabdan kechgacha PlayStation o'ynaverasiz? Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Nima PlayStation o'ynamayapsiz? Bo'sh paytim o'ynayman deb sotib oluvdingiz. Unda nimaga uni oldik? Sotib olaylik agar kerak bo'lmasa. Nima men pastelni to'g'rilab qo'yaveraman, siz buzib tashlayverasiz. O'zingiz ham bunda to'g'rilab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Voy Farruh aka, nima pastellarni to'g'rilayapsiz? Men buni yuvmoqchi edim hozir. Namuncha kuni bilan uyda yotaverasiz? Undoq chiqmaysizmi o'rtoqlaringiz bilan ko'chaga? Ha, yarim kechasi qayerga ketasiz? Yana o'sha betayin o'rtoqlaringiz bilanmi? Ha, ovqatim yoqmadimi? Nima unaqa kam yedingiz? Oxirgi payt juda ham ko'p ovqat yeyapsiz. Undan ko'ra shug'ullansangiz bo'larmidi? Hammani eri podarka beradi ayolga. Siz menga umuman hech narsa bermaysiz. Namuncha qimmat podarka oldingiz? Pulingiz ko'payib qoldimi? Nima u yoqdan bu yoqqa yuribsiz? Bitta joyda o'tirsangiz bo'lmaydimi? O'zichi rahmat deng sizga shuncha sabr qilib kelayotganimga. Tur yo'qol. Farruh aka, kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Boshqa unaqa qilmayman. Bor yo'qol. Ko'zimga ko'rinma.